Diqqat! Shoshilinch xabar. Hurmatli yurtdoshlar, qadrli pensionerlar va aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hatto aytish mumkinki, har biringizning kelajagingizga, farovonligingizga bevosita ta'sir qiladigan bir mavzuni muhokama qilamiz. Agar sizning mehnat stajingiz 20 yoki 25 yil bo'lsa, yoki bu yoshga yaqinlashib qolgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Hozir aytiladigan ma'lumotlar o'ta muhim bo'lib, har bir fuqaroni, ayniqsa nafaqa yoshiga yetgan yoki yaqinlashib kelayotgan insonlarni qamrab oladi. Bu shunchaki bir yangilik emas. Bu sizning pensiya ta'minotingizda tub o'zgarishlar keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan aniq bir holat. Shuning uchun iltimos diqqatingizni jamlang, videoni oxirigacha ko'ring va hech bir muhim ma'lumotni o'tkazib yubormang. Oldindan aytaman. Agar bugungi mavzu siz uchun foydali bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga bu kabi muhim va hayotiy ma'lumotlarni sizga yetkazishda katta motivatsiya beradi. Endi esa asosiy mavzuga o'tamiz. Azizlar, uzoq yillar davomida mamlakatimizda pensiya ta'minoti tizimi barqaror bo'lib kelgan. Ko'pchiligimiz uchun pensiyaga chiqish uchun ma'lum bir yoshga yetish va belgilangan mehnat stajiga ega bo'lish kifoya edi. Masalan, ayollar uchun odatda 20 yil, erkaklar uchun esa 25 yil mehnat staji talab etilar edi. Bu tizim juda oddiy va tushunarli edi. Qancha ko'p ishlagan bo'lsangiz, pensiyangiz ham shuncha yuqori bo'lishi kutilardi. Biroq so'nggi yillarda iqtisodiy islohotlar, demografik o'zgarishlar va umumjahon tendensiyalari ta'sirida pensiya tizimida sezilarli yangiliklar va o'zgarishlar joriy etilmoqda. Bugungi kunda biz aynan ana shu 20 va 25 yillik mehnat stajiga ega fuqarolar uchun nimalar o'zgarayotgani, qanday yangi imkoniyatlar paydo bo'lgani yoki qanday ehtimoliy xavflar yuzaga kelishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Ilgari, bu yillik stajlar shunchaki pensiya olish huquqini beruvchi asosiy mezonlar bo'lsa, hozir ular ba'zi imtiyozlarga, qo'shimcha to'lovlarga yoki pensiya miqdorini hisoblashda yanada aniqroq differensial yondashuvga sabab bo'lmoqda. Bu shuni anglatadiki, sizning mehnat stajingiz faqatgina mavjudligidan tashqari, uning aniq muddatiga bog'liq holda pensiya miqdori va to'lovlarda sezilarli farqlar bo'lishi mumkin. Bu jarayon avvalgidan ancha murakkablashgan, lekin ayni paytda adolatliroq bo'lishi ham ko'zda tutilgan. Shuning uchun har bir detalga e'tibor berish juda muhimdir. Endi esa ushbu o'zgarishlarning asosiy jihatlariga chuqurroq sho'ng'iymiz. Kim xavotirlanishi kerak, kimga esa hozircha bu yangiliklar ta'sir qilmaydi. Keling, birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi va eng muhimi, agar sizning mehnat stajingiz aynan 20 yoki 25 yilga teng bo'lsa, sizning holatingiz avvalgidan ancha o'zgacha ko'rib chiqilishi mumkin. Yangi qonunchilikda pensiya miqdorini hisoblashda nafaqat umumiy mehnat staji, balki undan olingan daromadlar va shu daromadlardan pensiya jamg'armasiga amalga oshirilgan ajratmalar miqdori ham juda katta ahamiyat kasb etadi. Ya'ni avval faqat yillarga qaralgan bo'lsa, endi pullarga ham diqqat qilinmoqda. Misol uchun, birinchi misol, Oydin opa 55 yoshda ayol kishi, uning mehnat staji aynan 20 yil. Ilgari unga minimal pensiya belgilanib, har bir qo'shimcha yil uchun kichik miqdorda qo'shimcha pul qo'shilar edi. Hozir esa, agar Oydin opa 20 yil davomida doimiy ravishda o'rtacha daromad topgan bo'lsa va bu daromadlardan muntazam ravishda sug'urta badallari o'tkazilgan bo'lsa, uning pensiyasi avvalgi tizimdagi xuddi shu stajga ega bo'lgan odamnikidan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Masalan, avval Oydin opaning pensiyasi shartli ravishda 1 million so'm bo'lsa, yangi tizim bo'yicha u 2 million so'm yoki undan ko'proq pensiya olishi mumkin. Bu uning sug'urta badallari miqdoriga bevosita bog'liq bo'ladi. Agar Oydin opa bu 20 yil davomida ish stajini to'g'ri rasmiylashtirmagan yoki ayrim davrlarda norasmiy ishlagan bo'lsa, uning pensiyasi miqdori kutgandan kamroq bo'lishi mumkin. Bu yerda har bir rasmiy ishga joylashish va rasmiy daromadning ahamiyati yaqqol ko'rinadi. Ikkinchi misol, Alisher aka, Alin yoshda erkak kishi. Uning mehnat staji aynan 20 yil. Alisher aka yoshligidan zavodda ishlaydi. Doimiy o'rtacha ish haqi olgan. Eski tizimda uning 25 yillik staji yetarli deb hisoblanardi. Yangi tizimda esa uning pensiyasi Alisher akaga o'xshagan, lekin aynan shu 25 yil davomida yuqoriroq ish haqi olib, ko'proq sug'urta badali to'lagan boshqa bir fuqaroning pensiyasidan farq qiladi. Agar Alisher aka o'z faoliyati davomida doimiy ravishda yuqori ish haqiga ega bo'lgan va undan tegishli miqdorda sug'urta badali to'lagan bo'lsa, uning pensiyasi avvalgi tizimdagidan ancha yuqori bo'ladi. Misol uchun,
Shartli ravishda 20 million so'm o'rniga u 28 million so'm yoki hatto 2 million so'm olishi mumkin. Lekin agar bu 25 yil stajning ba'zi qismlarida u norasmiy ishlagan bo'lsa yoki ish haqi rasman juda kam ko'rsatilgan bo'lsa, u kutilgan darajada yuqori pensiya olmasligi mumkin. Uchinchi misol, Zaynab xola 60 yoshda. Uning mehnat staji 30 yil. Ya'ni 20 yoki 25 yildan ko'proq. Zaynab xola bu yangiliklardan xavotirlanish kerakmi? Aslida aksincha. Yangi tizimda belgilangan minimal stajdan ayollar uchun ishmi, erkaklar uchun 25 yil, ortiqcha har bir yil uchun pensiya miqdoriga qo'shimcha ustamalar qo'shilishi mumkin. Bu degani Zaynab xolaning pensiyasi uning ko'proq ishlagani sababli yana ham ko'proq rag'batlantiriladi. Bu o'z navbatida uzoq muddat ishlagan va mehnatiga sadoqatli bo'lgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim qadamdir. Ya'ni sizning stajingiz qancha uzoq bo'lsa, shuncha yaxshi. 4-misol, Jahongir aka 58 yoshda. Erkak kishi. Uning mehnat staji hozircha 22 yil. Unga pensiyaga chiqish uchun yana 3 yil staj kerak. Jahongir aka hozir nima qilishi kerak? U darhol pensiya jamg'armasiga yoki tegishli bo'limlarga murojaat qilib, o'zining mavjud stajini tasdiqlashi va qolgan 3 yilni qanday qilib eng samarali tarzda to'plash mumkinligini aniqlash shart. Balki u so'nggi 3 yil davomida ish joyini o'zgartirgan yoki ma'lum bir muddat ishsiz qolgan. Hozirgi davr har bir rasmiy ish kuni muhimligini ko'rsatmoqda. Jahongir aka pensiya yoshiga yetganida uning aniq 25 yillik staji bo'lishi unga ma'lum bir bazaviy pensiya miqdorini kafolatlaydi va uning kelgusi hayoti uchun juda muhim bo'ladi. Shu sababli nafaqa yoshiga yetishga oz qolgan fuqarolar o'z stajini oldindan tekshirib, yetishmagan yillarni to'ldirish choralarini ko'rishlari kerak. Bu yil hisobi hozir har qachongidan ham muhim ahamiyatga ega. Bu o'zgarishlarning asosiy sababi nima? Nima uchun endi bunday tizimga o'tilmoqda? Avvalo, bu pensiya tizimini adolatliroq qilish, ya'ni kim qancha mehnat qilsa va qancha hissa qo'shsa, shunga yarasha pensiya olishini ta'minlashga qaratilgan. Bu shaffoflikni oshiradi va norasmiy mehnatni kamaytirishga yordam beradi. Ikkinchidan, bu pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun zarur. Demografik o'zgarishlar, ya'ni pensionerlar sonining ko'payishi va ishlaydigan aholi urushining kamayishi dunyo bo'ylab kuzatilmoqda. Bunday sharoitda faqat stajga asoslangan eski tizim endi samarali emas. Shuning uchun pensiya jamg'armasiga to'langan real badallar miqdoriga e'tibor qaratilmoqda. Endi esa ushbu qoidalardagi istisnolar, ehtimoliy tuzoqlar va ko'pchilik bilmagan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Bu qism ayniqsa diqqat bilan eshitishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlarga boy. Birinchidan, maxsus mehnat sharoitlari. Ba'zi kasblar borki, ularda ishlagan davr imtiyozli staj deb hisoblanadi. Masalan, yer osti ishlarida, kimyo sanoatida, issiq sexlarda yoki sog'liqqa zararli boshqa sharoitlarda ishlagan fuqarolar uchun har bir yil staj bir yildan ko'proq muddatdagi, masalan, 1,5 yoki 2 yilga tenglashtirilishi mumkin. Bu degani, siz shunday sharoitlarda atigi 15 yil ishlagan bo'lsangiz ham, sizning stajingiz 20 yoki 25 yilga tenglashtirilib, pensiya yoshidan oldinroq pensiyaga chiqish huquqini berishi mumkin. Agar siz shunday sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz, bu imtiyozni to'g'ri rasmiylashtirish uchun barcha kerakli hujjatlaringizni to'plab, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz shart. Aks holda sizga tegishli bo'lgan imtiyozlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Ko'pchilik bu haqda bilmaydi yoki ahamiyat bermaydi. Ammo bu juda katta farq qilishi mumkin. Ikkinchidan, ayrim ijtimoiy toifalar uchun maxsus imtiyozlar. Masalan, ko'p bolali onalar. Qonunchiligimizda belgilangan tartibda 5 va undan ortiq farzandni tarbiyalagan onalar belgilangan yoshdan oldinroq pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Ularning har bir farzandi uchun ma'lum bir muddat, masalan, 3 yoshga to'lguncha bo'lgan davr stajga qo'shilishi mumkin. Bu onalikni rag'batlantirish va ayollarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan muhim chora. Agar siz ko'p bolali ona bo'lsangiz, bu imtiyozlardan to'liq foydalanish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va barcha bolalaringizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarini taqdim eting. Uchinchidan, harbiy xizmatchilar va nogironligi bo'lgan shaxslar. Harbiy xizmat davri ham stajga qo'shiladi va ba'zi hollarda imtiyozli tarzda hisoblanishi mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxslar esa ularning mehnat qobiliyati darajasiga qarab belgilangan yoshdan oldin yoki belgilangan stajdan kamroq staj bilan pensiya olish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Bu holatlar ham alohida ko'rib chiqiladi va tegishli hujjatlar asosida rasmiylashtiriladi. 4-dan,
ehtimoliy tuzoqlar va nozik jihatlar. Mehnat daftarchasidagi xatolar. Ko'pincha fuqarolarning mehnat daftarchalarida ishga qabul qilish yoki ishdan bo'shatish sanalarida xatolar, ismlarda noto'g'ri yozuvlar, tashkilot muhrlarining tushunarliligi kabi muammolar uchraydi. Bunday xatolar pensiya tayinlashda jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Birgina noto'g'ri yozilgan sana sizning butun bir yillik stajingizni yo'qotishingizga olib kelishi mumkin. Shuning uchun mehnat daftarchangizdagi har bir yozuvni diqqat bilan tekshiring va har qanday xato yoki noaniqlikni darhol tuzatishga harakat qiling. Bu jarayon sud orqali ham hal qilinishi mumkin, ammo bu ko'proq vaqt va resurs talab qiladi. O'qish davri, ishsizlik nafaqasi va bolani parvarishlash ta'tillari. Odatda oliy o'quv yurtlarida kunduzgi bo'limda o'qigan davr, ishsizlik nafaqasi olgan davrlar yoki bolani parvarishlash ta'tillari. Agar ular qonunchilikda belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan bo'lsa, umumiy mehnat stajiga qo'shilishi mumkin. Biroq bu har doim ham avtomatik tarzda bo'lmaydi va tegishli hujjatlarni taqdim etishni talab qiladi. Masalan, diplom nusxasi, ishsizlik nafaqasi olganlik haqida ma'lumotnoma yoki bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi. Bu davrlar sizning 20 yoki 25 yillik stajingizga yetishda muhim rol o'ynashi mumkin. Ish haqi ma'lumotlarining ahamiyati. Yangi tizimda nafaqat stajning o'zi, balki bu staj davomida olingan ish haqi va undan to'langan sug'urta badallari miqdori ham pensiya hisobida muhim ahamiyat kasb etadi. Agar siz oldinroq biror korxonada ishlagan bo'lsangiz, lekin o'sha davrdagi ish haqingiz to'g'risida ma'lumotlaringiz bo'lmasa yoki korxona tugatilgan bo'lsa, sizning pensiyangizni hisoblashda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Bunday hollarda arxivdan ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. Ba'zida esa ish haqi rasman juda kam ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bu ham pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qonunchilikdagi o'zgarishlar. Pensiya qonunchiligimiz tez-tez yangilanib turadi. Kecha amal qilgan qoida bugun o'zgarishi mumkin. Shuning uchun har doim tegishli pensiya jamg'armasi bo'limlari bilan aloqada bo'lish va eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish juda muhimdir ba'zida. Avvalgi qonunlarga binoan qo'lga kiritilgan huquqlar yangi qonunlar bilan bekor qilinmasligi mumkin. Lekin buni aniqlash uchun mutaxassis maslahati kerak bo'ladi. Endi esa aziz do'stlar, eng muhim qismga keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar bilan o'z huquqlaringizni himoya qilishingiz va kelajakdagi pensiyangizni ta'minlashingiz mumkin? Mehnat stajingizni tekshiring va tasdiqlang. Bu birinchi va eng muhim qadam. Hozirda pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qiling yoki onlayn elektron pensiya portallari orqali o'zingizning mehnat stajingiz haqidagi ma'lumotlarni tekshiring. Ba'zi viloyatlarda elektron tizimlar allaqachon joriy qilingan. Bu ma'lumotlar sizning mehnat daftarchangizdagi yozuvlarga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir nomuvofiqliklar bo'lsa, masalan, ishlagan davrlaringiz to'liq aks ettirilmagan bo'lsa yoki qandaydir xatolar bo'lsa, darhol choralar ko'ring. Ba'zida ish beruvchilar pensiya jamg'armasiga to'lovlarni o'z vaqtida o'tkazmagan bo'lishlari mumkin. Bu ham sizning stajingizni aniqlashda muammolarga olib kelishi mumkin. Har bir tashkilotdagi ish stajingizni aniq ko'rsatadigan ma'lumotnomalarni yig'ing. 2. Kerakli hujjatlarni to'plang. Pensiya tayinlash yoki stajni tasdiqlash uchun sizga bir qator hujjatlar kerak bo'ladi. Ularni oldindan tayyorlab qo'yish jarayonini ancha tezlashtiradi. Pasport, fuqarolikni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Mehnat daftarchasi. Bu sizning butun mehnat faoliyatingiz aks ettirilgan asosiy hujjat. Uning har bir sahifasi, ayniqsa ishga kirish va chiqish sanalari, tashkilot nomlari va lavozimlar aniq yozilganligini tekshiring. Xatolar bo'lsa, ish beruvchi orqali tuzatish kiritishga harakat qiling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Maosh haqida ma'lumotnomalar. Oxirgi 10 yillik ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotnomalarni so'nggi ish joyingizdan yoki avvalgi ish joylaringizdan oling. Agar biror korxona tugatilgan bo'lsa, mahalliy arxivdan bu ma'lumotlarni so'rashingiz mumkin. Bu ma'lumotlar pensiya miqdorini hisoblashda fundamental ahamiyatga ega. Harbiy guvohnoma. Agar harbiy xizmatni o'tagan bo'lsangiz, bu hujjat xizmat davrini stajga qo'shish uchun kerak bo'ladi. O'qish haqidagi diplom, agar kunduzgi bo'limda o'qigan bo'lsangiz, oliy o'quv yurtidagi kunduzgi ta'lim davri ham pensiya stajiga qo'shilishi mumkin. Farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Ko'p bolali onalar uchun imtiyozli staj hisoblashda muhim nikoh guvohnomasidir. Familiya o'zgargan holatlarda.
shuningdek turmush o'rtoqqa bog'liq ba'zi imtiyozlar uchun kerak bo'lishi mumkin. Mehnat stajini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar. Ba'zida mehnat daftarchasi yo'qolgan yoki yaroqsiz holga kelgan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda ish beruvchidan olgan buyruqlar nusxalari, shaxsiy varaqalar, arxiv ma'lumotnomalari yoki sud qarorlari ham stajni tasdiqlash uchun asos bo'ladi. Har bir holat individual ko'rib chiqiladi. O't pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Barcha hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. U yerda sizga mutaxassislar yordam beradi, stajingizni tekshiradi, hujjatlaringizni ko'rib chiqadi va pensiya tayinlash uchun ariza yozishda ko'maklashadi. Oldindan telefon qilib qolvoqlarini aniqlashtirib olish tavsiya etiladi. Borishingizdan oldin barcha hujjatlaringizning asl nusxalari va ularning nusxalarini olib borishni unutmang. 4. Ariza yozish va kuzatish. Pensiya tayinlash uchun belgilangan shakldagi arizani to'ldirasiz. Arizada o'zingiz haqingizda, mehnat faoliyatingiz haqida barcha kerakli ma'lumotlarni ko'rsatasiz. Ariza topshirilgandan so'ng uning ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlovchi hujjatni, masalan, kvitansiya olishni unutmang. Bu sizga murojaatingizning holatini kuzatib borishda yordam beradi. Arizangiz ko'rib chiqilishi uchun belgilangan muddatlar bor. Agar bu muddatlar cho'zilib ketsa yoki sizga tushunarsiz javob berilsa, yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining markaziy apparatiga murojaat qilishingiz mumkin. Yuridik maslahat olish. Agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, masalan, stajni tasdiqlashda jiddiy muammolar yuzaga kelsa, mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa, korxona tugatilgan bo'lsa yoki pensiya jamg'armasining qaroriga rozi bo'lmasangiz, malakali yuridik maslahat olishdan tortinmang. Advokatlar sizning huquqlaringizni himoya qilishda va kerakli hujjatlarni tayyorlashda yordam berishi mumkin. Shuningdek, sud orqali stajni tasdiqlash yoki pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishda vakillik qilishi mumkin. Bu ayniqsa, stajingiz 20 yoki 25 yilga yaqin bo'lgan va har bir yil hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan holatlarda juda muhim. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bugungi videoda muhokama qilingan masalalar har bir fuqaro uchun, ayniqsa mehnat staji 20 yoki 25 yilga yetgan yoki bu marraga yaqinlashib kelayotgan insonlar uchun o'ta muhim ahamiyatga ega. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar sizning kelajakdagi farovonligingizga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun befarq bo'lmang. Har bir ma'lumotni sinchiklab o'rganing, o'z mehnat stajingizni tekshiring va barcha zarur choralarni ko'ring. Esda tuting, o'z vaqtida harakat qilish va to'g'ri ma'lumotga ega bo'lish sizning huquqlaringizni himoya qilishning eng samarali yo'lidir. Bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Har bir savolga javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlar bilan sizni xabardor qilib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.